Lekin argonga qiziqib yurgan akalar, mana shu do'kon Gumbaz bozorida argonni svarkani hammasi ham alyumin svarka qiladi deb o'ylaydiganlar, hozir sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Mana ko'ryapsizlar. TIG 315P deb yozilgan inverter DC ko'rdinglar a? Mana bitta yaxshilab qaranglar. TIG 200P AC DC degan. AC DC degan yozuv bo'lsa, bu degani alyumin svarka qiladi degani. Alyumin svarka va boshqa nержавейка, черный metall, chugun mislarni ham svarka qiladi. No, AC degan yozuv alyumin svarka qilishini bildiradi. Ko'rinishi bir xilga o'xshaydi, ko'rdinglar-a? Lekin bitta o'sha yozuvlarida ko'p narsa hal bo'lib ketadi. Bu yerda DC deb yozgan, inverter DC ko'rdinglar? Mana bu yerda AC DC deb yozilgan. Bu alyumin qiladi, bu alyumin qilmaydi. Do'konning nomerini ko'rib oldinglar, qo'ng'iroq qilib kelib ko'raverasizlar jigarlar.